E'zoza, Oyi, dadang keldilar. dadam keldilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ijara haqqini to'lashinglar kerak. Vaqtidan ancha o'tib ketdi. Yana ozgina vaqt bering. Hozir sharoitimiz unchalik yaxshi emasdi. Xo'jayinim kelsalar albatta hal qilib beradilar. Agar pulini to'lamasanglar, bu yerga boshqa odamni qo'yaman. Xo'jayiningizga ayting, ertadan kech qolmasin, pulini to'lasin. Xo'p. Bugun sevgimizga 10 yil bo'ldi. Baxtimizni ko'rolmayin kimlar kuydi. Agar yana qaytib qolsam yoshligimga, mening sevgim qaytarilmas bitta bo'ldi. Yodingdami o'sha 17 yoshing? Tamom qilgan meni uzun soching. Bir chekkada turar eding egib boshing. Shundan beri mening sevgim bitta bo'ldi. Mening birinchi sevgim sen. Ishon, so'nggi sevgim ham sen. O'zimni chiroyligim sen. Men uchganda qanotlarim sen. Tikanlarni bosgan izing gulzor bo'ldi. Atir gullar chiroyingdan bezor bo'ldi. Muhabbatni tushunmagan odamlarga mening sevgim hammasiga javob bo'ldi. Yoshligimda yondirardi sho'xliklaring. Uzoqlardan ko'rinardi kipriklaring. Gapirolmay titrab ketardi lablaring. Shundan beri mening sevgim bitta bo'ldi. Mening birinchi sevgim sen. Ishon, so'nggi sevgim ham sen. O'zimni chiroyligim sen. Men uchganda qanotlarim sen. Zerikkanlar she'rlarimning ma'nosi yo'qdir. Balki mendan shoir chiqmas, foydasi yo'qdir. Sen telbasan muhabbatni qalamlardan izlagan. Kulaverar tushunmasdan yuraklari muzlagan. Yomg'irlarda ko'rinmasin ko'z yoshlar, muhabbatdan egilmasin bu boshlar. Bu she'rlarning muallifi sizmi? Ha, menman. Juda go'zal. Haligi sizga yoqdimi? O'z qo'llarim bilan yozgan. Menga yoqdi. Maylimi qo'shiq qilsam? Ha, albatta. Qalam haqqini yaxshi to'layman. Rahmat. Rozimisiz? Roziman. Yaxshi qoling. Ha. Epladim. Mening birinchi sevgim sen. Ishon, so'nggi sevgim ham sen. O'zimni chiroyligim sen.
Men uchganda qanotlarim sen Yosh iste'dodli shoir Hamdam Sobirov yurt, muhabbat, sadoqat haqida teran va ma'noli she'rlari uchun davlatimiz rahbari tomonidan yangi xonadon bilan taqdirlanadi. Rahmat. Tabriklaymiz. Meni bu hayotda erishgan barcha yutuqlarimning sababi ota-onamning duosi va oilamning mehr muhabbati deb hisoblayman. Allohimga shukr. Meni shunday baxt bilan siylagani uchun. She'rlarim esa shunchaki tarixga muhrlanadi.